O'rtoqlar, o'yindan o'ch chiqdi deydimi? Navbatdagi jang yaqin. Yaxshisi videoni oxirigacha ko'ringlar-da, fikringizni kommentga yozib qo'yasizlar. Nima gap? Hech bo'lsa, shu bir kun kelib sen bilan tushib qolsam, yutqizib qo'ymay deb har kun shug'ullanyapman. Ha, hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi. Yutqaz Allohdan mehnat qilsang, kam bo'lmaysan. Faqat menga yopishmaganda farishtalar yaxshi gapga ham, yomon gapga ham omin qiladi. Assalomu alaykum. O'zingni asra. Tinmoqdan bo's. Sen mendan sal balandroq o'tasan, chunki alashib aytasan. Ustundagi futbolga yarasha xarakter ko'rsat. Ya, gap unda emas. Shu prosta oktagon seni bermoqchi bo'layapti-da. Bilasan-ku, hayotda oshna og'ayni, do'st, jigardan ko'ra pul muhimroq. Shunga har ehtimolga qarshi harakatdaman-da. Hamma narsa bo'lib qolishi mumkin. Prosta jigar yolg'on gapirmayman-ku, bilasan. Oktagonda qoidasi maksimum 2 marta boqadi, keyin bitta qoqadi. 2 marta boqadi, bitta qoqadi. Beganaga, chetdagilarga qoqtirgandan ko'ra o'zing jigaringga qoqtirib qo'ygan yaxshi deb o'ylayman. Eng yaxshisi shu jigar. Xavotir olmashda qoqtirish niyati yo'q, chunki biz erkakmiz. Faqat qoqib yurganmiz. Shuncha vaqt sekin ana qildik, ana haqiqiy zirg'ilishni, zarajni boy bo'layotgan doshni. Oktagonga keladigan bo'lsak, oktagonda sammas endi men qira olman. Endi xohlagan ishimni men qilaman. Kim bilan urushaman, kim bilan urushmayman. Oktagon bilan kelishuvimiz bor. Oktagon men nima qilishimdan oldin yoki ular nima qilishdan oldin birga maslahat qilamiz. Chunki oktagonda erkatoyi, kenjatoyi hozir menman. Xavotir olmang, men o'zbeklar bilan urush niyatim yo'q. Sen nima xohlayotsan, nima qo'yayotsan bilmayman. Sen bilan bitta zalda ham hal qilib qo'yamiz. Zalda ham bir zaryajini bir mana sparingda hal qilib qo'yamiz. Men klitkada sen bilan yoki boshqalari bilan, men kuchli bo'lsin, kuchsiz bo'lsin urushmoqchi emasman. Men boshqa yurtliklar bilan urushaman. Joning sog' bo'lsin. O'zing ham bilasan. Men sen urmasdan urib qo'yishim mumkin. Chunki men shu joygacha Alloh olib keldi va Alloh yetalab olib ketyapti. Ehtiyot bo'lgin. Ehtiyot bo'lgin, bolakay. Shuncha yilga olib qo'yganda 15 minutlik boyda to'kib qo'yma. Tushuntira oldimmi? Mani tepadagi gaplarim hazil-huzul-kuya. Lekin seni eng bitta minusingni aytaymi? Meni senga dushman qilib qo'yishim mumkin bo'lgan. Shuncha yildan beri oktagonga mehr berdim-da, men qira olman. Eski media bayeslar bu, endi men qira olman degan narsang ikkalamizni dushmanchilikka olib kelib qo'yapti. Oktagon nima uchun Odilxonni bunchalik qaytarishga harakat qilyapti degan savol paydo bo'lishi mumkin. Paydo bo'lgan bo'lsa ham kerak senda. Sababi mana bu bukmekerskiy kontoradagi summalar Kamilga ko'p tikiladi, Odilga ko'p tikiladi, Kamilga yo To'xtarga ko'p tikiladi, Odilga ko'p tikiladi. Zirelishni mana juda ham ko'p katta kuzatiladigan bo'ylar biz orqali. O'shaning uchun oktagon topshiriq olganligi uchun ham u bukmekerskiylardan, kontoralardan qaytarishga harakat qilyapti. Gap shunda. Sani bitta minusingni aytaymi? Xafa bo'lmagin, ozgina kibrga berilding. Muhiddin akalar haqidagi gap ham, meni o'zimga ham Zaybalqorda akalar degan gapni aytgansan. Esingdami yo'qmi? Men yozsam ham misol uchun oylab ochmaysan, haftalab ochmaysan. Men qira olman degan o'sha men degan narsa ozgina seni qishaytirib qo'ydi, ozgina. Nima deydi? Bu dunyo hammamizdan qoladi. Bechorani yoqib odamlarga o'zingga o'xshagan ko'pchilikka misol uchun yoqayapsan, gap yo'q. Misol uchun men qilmagan ishlarni qilding, ota-onang umraga jo'natyapsan, boshqa qilyapsan, lekin ozgina ichingdagi men degan kibr chiqib qolyapti. O'shaning ustida ozroq ishla maslahatim. Keyin sen Saturn bu. O'zingga gaplaring, o'zingga qiliqlaring bo'lsin. Setga tishlaganing ham, misol Amirxon Alixo'jayev qilgan ishi. Oktagonda endi men erkatoyman, u bu degan gaplar, men aytganim bo'ladi degan gap ham erki bulanni o'rgangan gaplaring. Bazaro neto deyishni o'rganmoqsan, u Zemlyaging Asilbek Emomani gapirgan gaplari. Oktagon bu Saturn degan gaplaringni eshitib qoldim, u Odilxonning gaplari. O'zingda qiliqlaring, o'zingga gaplaring bo'lsin. Men erkatoyman, u bu oktagon liboy payt Saturnda yasab oladi. Shunday ekan, davay Toshkentda Odilxon bilan urushasan, ili siktirib yetdan deb vapros tashlab qolishi mumkin. O'shanaqa vaziyatlarga
tayyor tur maslahatim. Men sendan hech narsa xohlamayman. Prosta oktagonga Saturn emas, oktagonga katta-katta rekordlar kerak, katta-katta natijalar kerak. Shunday ekan, o'zingga ehtiyot qil. Men degan kibrni ozgina sindir. Shunaqa gaplar.